Assalomu alaykum hurmatli traderlar. Mana haftani ham yakunladik. Dam olishlar yaxshi bo'layotgandir hamma oila davrida. Bozorda qisqacha tahlil qilamiz. Euro dollar parasidan boshlaymiz. Euro dollar parasi bitta bitim, bu shu yerdan ham bitta bitimimiz bor edi. Bu tek profitini oldi. Shu yerda edi tek profitimiz. Bu ikkinchisini tek profiti shu tep yuqorida mana shu yashil chiziq bor shu yerda. Shu biroz pastgacha shu sariq chiziqgacha tushib, takrar yuksalish ehtimoli bor. 4 soatlikda ko'radigan bo'lsak ham mana shu yerda hajmli yuksalish bor. Shu yergacha tushib, keyin davom etadi. Bu pusada paramiz 1 soatlik. Bunda ham bitimlarimiz bor edi, tek profitlarda oldi. Hozir bitimimiz yo'q. Pastga tushsa yana bitim qilsak bo'ladi. Shu yashil sariq chiziqqa qadar shoshilmaymiz. Tasdiq bo'lsa bitimga kiramiz mana. 4 soatlikda ham ajoyib yuksalgan. Mana shu yashil chiziq tepasida qapanishda kirganmiz. Tek profitlarda oldi. Mana shu yergacha yuksalish ehtimoli bor. Endi daylot kunlikda ham do'stlar mana bay. Bunday ham ko'rib qo'yasizlar. Undan sonra Avstraliya dollari. Juma kuni yangilikda bergan signalim. Bitimlarimiz turibdi. Foydaga chiqdi. Tek profitlarimiz birinchi, ikkinchi tek profitlarimiz do'stlar. Kuzatamiz buni ham. New Zelandiya parasi nazarda tutdi. Bunda ham signal bergandik, mana tasdig'ini olgandan keyin bitimlarimiz bor. Bu qayergacha chiqadi degan savol tug'iladi. Shu mana shu yerdan ham men chizgandim, o'chib ketibdi do'stlar. Mana shunday qilib chizgandim. Foydada hozircha kuzatamiz buni ham, katta time frame'ga o'tishda keragi yo'q. 4 soatlik o'tib ham ko'ramiz, katta hajmli bar ignotda, pimbarotda уже sekin yuksalyapti. Birinchi, ikkinchi tek profit. U yergacha chiqmasa ham do'stlar, mana shu yergacha chiqadi. Shu yer birinchi, shu yer ikkinchi tek profit. Hali beraman, mana yashil chiziq ko'rinyapti. Kichkina time frame'da o'zi uzoq bo'lib ketadi, mana shu yergacha hajmli, minimumda hajmi qirilgan joygacha. USDCF paramiz do'stlar, bu ham 4 soatlik. Limitlarimizni oldi. Pastroqda bitta bitim bor edi, limit ham bor edi. Mana shu yashil chiziq chiqdi do'stlar. Shuni ostida yiqirmaguncha sel davom etadi. Hali sel, shu birinchi tek profitimiz shu atrofda. Keyin shu sariq chiziq, undan sonra shu yerda yashil chizig'imiz bor. Mana katta time frame'da shu holat bo'lib biroz yuksalib, keyin dashi do'stlar tushamiz. Shu yergacha pastini yangilash kerak. Bu ignani uchigacha tushib, likvidity yechib keyin takrar yuksalishi mumkin. Kanada dollari USD. Bunga ham yangiliklardan oldin berganim signal oqladi. Hajmli tushish bo'ldi. O'zi Kanada dollariga yangilik juma kuni.
Mana shu minimumni qirdi. Shurgacha yuksalib, keyin birinchi, ikkinchi take profitlarimiz do'stlar. Avda sotib boramiz. 4 soatlik bu ezverdi. Bunda o'zi bitim ochmasdim, endi mayli. 1 soatlik ekan, 1 soatlik do'stlar, o'zi bay kirsalaring bo'ladi mana. Yashil chiziqda tepasida qapandi bar. Sal orqaga o'ttir, o'sha darshi ketish mumkin do'stlar. Shu holat bo'lishi mumkin. Men dushanba kuni bitimlarimni yopaman. Men 4 soatlik bo'yicha ochgandim. Bitimlarimni yopsak ham bo'ladi, ammo lekin daily time frame'da uzoq muddatli sel ekan do'stlar. Kunlikda shu sariq chiziqgacha tushish ehtimoli bor ekan. Ona ko'ra biz bitimda yopmaymiz, qisman sef qilamiz, sef qilganmiz, qo'yganini ushlab turamiz. Shu yergacha tushish ehtimoli bor ekan. 1 soatlikda qisqa muddatli bay do'stlar. Shu atroflargacha chiqib, keyin shu ignani uchidan shu yerdan tepki olish mumkin. Shu yerda yashil chiziq ham bor. Mana shu ignani hajmli barqirgan, shu yerdan yana selga ketish ehtimoli bor. Tasdiq bilan kirsalar ham bo'ladi. Avda jupib boramiz. Sel trend 4 soatlikda ham go'zal quladi. Bitimlarimiz bor edi. Bu yondan harakat bo'lyapti do'stlar. Shu yerda yashil chiziq bor. U yashil chiziqni qirmasa-ki selga harakat bo'ladi do'stlar. Shoshilmaymiz. Sadja qo'yib boramiz. Bu ham 1 soatlik bitimlarimiz bor edi. Bitimlar tek profitda oldi. Mana shu yashil chiziqdan selga qarab harakatlanyapti. 4 soatlikda ko'rsak ham boyga signal bo'pti. Kuzatamiz do'stlar. Qaysi holat yuz beradi, shoshilmaymiz. Yevroda paramiz berilgan signal oqladi va nihoyat birinchi, ikkinchi tek profitlarimizni oldi. Selga dönga yo'q, menimcha hali tasdiq olmadi. 4 soatlikda ham selga shega limit qo'ysam ham bo'lar ekan, limitni olar ekanam. Lekin hali 4 soatlikda bay ko'rsatyapti trendda. Kunlikda ham bay hajmlidan keyin ignani uchun tepki olib, bu igna yo'lini temizladi, limitlar qolmadi. Biroz muddat bay yurish ehtimoli bor do'stlar. Bu sel deb hozir sel kirmaymiz, agar tasdiq bersa kiramiz. Yelka uyushtirsa o'shanda ko'ramiz. Tasdiq bo'lsa shu holat bo'lishi mumkin. Kuzatamiz buni, shoshilmaymiz. Yevrosat paramiz ham do'stlar boy bitim bergandik. Xullas tek profitlarda oldi kecha. Lekin 4 soatlikda bay trend do'stlar. Bayga ketish ehtimoli bor. Kunlikda ham ko'ramiz mana. Hajmli yuksaldi. Shu sariqgacha tushsa balki shu atroflardan bay davom etishi mumkin. Mana 1 soatlikda o'zi bay beryapti. Hali shunaqa trend bayrog'i chiqmadi. Kuzatamiz do'stlar. GPP SAT
gibi pavdi paramiz. Bunda ham bitimlarimiz bordi. Rosa yondan harakat oldu. Tek profitga ozgina qoldi do'stlar. Bittasi tek profit oldi, bitta tek profitimiz qoldi. Buni ham kuzatamiz. 4 soatlikda kuzatadigan bo'lsak ham mana shu yerda yashil chiziq bor. Dalshi biroz bayga ketadi do'stlar. Mana kunlikda ham hajmli yuksalgan bar. Mana shu yerdan ignani uchigacha tushib, dalshi shu bo'lgagacha bay ketish ehtimoli bor. Do'stlar. Bu limitni bitirdi, balki shu bo'lgagacha ketish ehtimoli bor. Shu yerda sel deb yozib turibdi. Kuzatamiz buni ham. Pastroqqa tushsa, qulay vaziyat bo'lsa, bay bitim qo'shsalar ham bo'ladi. KPP sat parasi do'stlar. 1 soatlik bunda ham bitimimiz bor. Bittasi tek profit oldi, bitta bitimimiz qoldi. Tek profitimizga hali yetib borgani yo'q. KPP parasi, bu ham bitimlarimiz tek profit oldi. Nazarda sat paramiz 4 soatlik. Mana shu yerdan bitim qildik. Turibdi shu yerdan bay yurish kerak do'stlar. Mana shu sariq chiziq tepasida qapanish olsa bay bo'ladi. Kunlikda ham ko'rishlar mumkin. Daily time frame'da ham mana shu bu bo'lga hali test etilmagan. Shu yerdan bay do'stlar. Uzoq muddatli bay bo'lishi mumkin. Kuzatamiz buni ham. Nazarda GPP paramiz ham ko'rsatib qo'yaylik, ko'pchilik bilmaydi. Bu ham 4 soatlikda ham bay ko'rsatyapti. Kunlikda noaniq shu yerda tasdig'ini bersa, shu yashil chiziqni qirsa, keyin tasdiq olsa kiramiz do'stlar, shoshilmaymiz. VTA bitta kanal bergandi, shu yerda bay kirgan ekan. Kech qo'yganman, lekin limit qo'ygandim. O'sha ikkita limitimda qoldi, pastiga tushga yo'q. Tez qilib ketish ehtimoli bor. VTA brend, VTA. Yema Dow Jones'da ham shu yerdan bitim qilgandim. Ostida yashil chiziq ostida qapanganda tek profit oldi, limit qo'ygandim, limitimda oldi do'stlar. Endi dushanba kuni kuzatamiz buni ham. Bitcoin ko'tarildi deb hamma vahima qildi. Afsuski Bitcoin so'zida turga yo'q. Bitcoin darsh tushish ehtimoli bor. Chunki shu yashil chiziqda hech qanaqa qiralgani yo'q. Kunlik bu. Shu yerda ham yashil chiziq bor. Agar yuqorida qapansa, shaygacha bay yuksalish mumkin. Pastida qapansa do'stlar, keyingi to'chkamiz shu yer bo'ladi do'stlar. Bu likvidlarni yechadi, shu yerdan ketadi. Shu ikkala bo'lgadan yuksalish mumkin. Oltin hajmli yuksaldigini otdi, temizladi. Har qanaqasi bu yerda limit desangiz, limit yuksalish mumkin desa, ikki tegini otdi, bu yerda limitini bitirdi. Selga signal bo'lyapti. Selga tushib ketish ehtimoli ham do'stlar bor. Dayloda biroz yuksalishi ham ko'rsatyapti-yu. Shu likvidlarni yechib shu pastroqqa tushib yuksalish ehtimoli ham bor. Balki shu yerdan
40-72gacha yuksalar balki. Shu yuqoridagi bölgelergacha yükselishi mumkin do'stlar. Kuzatamiz, lekin bizning bay bitimlarimiz bor. Dollar indeksi bu selga boshladi. Şurada yashil chiziqdan keyin qisqa muddat